Uyg'ur millatiga aloqam yo'q, lekin uyg'urcha mantini o'zim uy sharoitida yorvoreshin qilib tayyorlayman. Xamirlari dirkillab, o'zi yaltirab, ichlari sochni chiqadigan retseptimni saqlab oling. Oddiy tuzli suvga bitta tuxum chaqib, oliy navli to'ron unlarini elab solib, qattiqqina xamir qorib olamiz. Uyg'urcha mantingiz xuddi manikidagi bo'lib chiqishini xohlasangiz, xamiriga yaxshilab ishlov berib, 3 marta tindirib mushlang. Shunda mantini xamiri dirkillab, silliqqina chiqadi. Xamir tinguncha qiymasini tayyorlab olamiz. Go'shtni mayda qilib to'g'rab, dumba, piyoz, ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tingan xamirni xuddi shu ko'rinishda bo'lakligi bo'lib 15 grammdan kesib, kichkina zuvolachalar qilib olamiz. Endi kichkina zuvolachalarni chetini yuqori, o'rtasini sal qalinroq holatda ochib, ichiga qiyma solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek holatda tugib chiqamiz. Tugishda boshda ozgina qiynalasizlar, bitta-ikkita birakka chiqargandan keyin u yog'iga zo'r tugib ketasizlar. Endi chiroyli mantilarni tagini yog'lab diskga terib 20 daqiqa pishgandan keyin yuzidan muzdek suv quyib yuborsanglar, xamirlaringlar yaltirab, silliqqina va yumshoqqina chiqadi. Yana 20 daqiqa pishirib dasturxonga tortishdan oldin yuziga ozgina yog' surib yuborsanglar, mantilar yana ham go'zallashib ketadi. Iftorlik qilganda ikkita tortish uchun uyda o'zingizlar tayyorlasanglar, ancha arzonga tushasizlar.